Assalamu alaykum, qadrli qarindoshlar. Növbətdə huzuringlarda bo'ladigini peshqadam shoir, yozuvchi Ahmad Egambardi Nijodining biografiyalik asri Hayot manzillari. Birinchi bob Guchungda. Davomi. Hayot tinch eqiyotgan daryoda ko'rinsimi, uning eqish yo'lida o'yman-do'ng, agir to'qaylar, to'salg'ular intayin murakkab bo'ladi. Bo'libmi kambag'allarga kun o'tkazish osonga tushmaydi. Dadam yoz vaqtlari tong sahardalar o'rg'oq paltisini beliga qistirib, ikki eshigini haydab, Guchung atrofidagi cheksiz ketgan dalalarga chiqib ketib, ba'zida mavsumga qarab chig', seriq chechak, ya'ni seriq qumush o'rab kelsa, ba'zida qurib qolgan so'ksok, qora yog'och, tal daraxtlarning o'tinlarini eshaklarga atib, kun petish oldida orolli uyga keladi. Opam bo'lsa, uydagi bor narsalar bilan chayimizni berib, aldirab-saldirab, qo'lidagi bir tal ying'nisi va yipi bilan kishilarning yotgan ko'rpisi, shtam paypig'i, bo'shiklar uchun yo'gak, bezindisi, buvoqlarning beshiga kiydigan posma, har xil quroq ko'plarga o'xshash narsalarni tikish bilan yerim kechigacha ish qiladi. Dadam bilan yoz vaqtida qishning g'imini qilishga boshlaydi. Sababi Guchungda qish qattiq bo'ladi. Uning ustiga yiqilg'i masalasi qiyin bo'lg'achqa, bo'libmi kambag'al oilaliklar bu ishga alohida ahamiyat beradi. Guchungda mo'yum yiqilg'ilarning birisi kalla tiziki edi. Kallalar atdiganda mö deb mo'rishib, o'ylalardan chiqib, padiga qo'shiladi. Padichi 50-60 kallani Guchungning sepilidan chiqib, xabaga opirib, shu yerlarda beqib, o'tlatib, sug'urib, kashti qaytadi. Kallalarning kashti qaytadigan vaqti tezak yig'ilishga eng aplik vaqt edi. Başqa ailelerning ballarga o'xshash ocham bilan akam eski das chilaklarini kallalarning orqasidan ko'tarib, qaysi kalla quyrug'ini ko'tarib tezaklashga tayyorlansa, kallaning quyrug'ining ostiga dasni to'g'rilaydigan gap. Ba'zida tezak dasga tushmay, yerga tushib ketsa, uni yerdan elib, dasqa silib, uyga akilibla shu o'lpeti tamlarga chaplab, uni quritib olatdiq. Tezaklar qurgandan keyin lampa lapaslarning tegiga qurgan tezaklarni ratlik, chiroyli qilib tizib qo'yatdiq. Albatta tezak yig'ish jarayonida tezak talishib, ancha-muncha janjallarmi bo'lib turadi. Tezak kambag'al oilalar uchun eng arzon mo'yum yiqilg'i edi. Mana shundaq turmushimiz qiyinchilikda o'tayotgan yillarning birida 1942-yili Qamariya 12-oyning 22 kuni, ya'ni beliq yili, men 5 yoshga qarab mangan yili G'ulam qari qorosiga ko'chib kirib, so'l taraf do'ngdagi uylarning birida opamning ko'zi yorib, qo'sh kezak inillarim dunyoga kelgan edi. Dadam bilan opam maslahatlashib, musulmonlarning o'rtaq odati bo'lgan payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning navrlari Hasan Husanning nomlarini quloqlarga arzon aytib, shu chog'dagi oilamizning qimmatlik bisoti bo'lgan taklimat kigizining ustiga selingan quroq ko'pi ustida 3 qatimdan domlatib, ularning nomlarini aytib, tabriklagan edik. Hammaga ma'lumki, qo'sh kezak balini beqib, uning o'ttisidan chiqish ko'rgan ayollarning qilaoladigan ish emas. Marhum opam tadbirlik, chaqqan ayol bo'lg'achqa, oila, balalar hammasining o'ttisidan chiqadi-yu, bak aldirash edi. Uning bo'sh vaqtlari asosan yo'q bo'ladi. Opam akamga bo'shikni tavrat desa, u bo'shikni azroq tavritib qo'yibla o'ynag'ili chiqib ketadi. Ko'p vaqtlarda opam boshqa ishlarni qilsa, ocham opamga yordamlashadi. Men ukallarimni bak yaxshi ko'ratdim.
Mən ikki böşükнің o'ttirisida o'ttirib elib, böşük dəvirtib, ufqunlarimga qaraytdim. Lekin o'yladiki shuncha nurg'un balalarning, ya'ni shu chaqda G'ulam qarining o'ylisida 100 ga yaqin balalar bor edi. Vaqirash, jaqirash, kulki cho'qanlarini anglaganda böşük təvratgim kelmaydi. Meningmi o'yliga chiqib, balalar bilan o'ynag'im keladi. Әмділа Юсан ұқамны ұқласам, Хасан ұқам ойғынады. Хасан ұқамны ұқласам, Юсан ұқам ойғынады. Bir күні бөшік тәвіртіп, білеклерім чарчыған болсы керек, апамға қарап, ренжіп. Әмі башла бірден тұқса, сән немішке ішкеден тұғысан, апа? Дәпті мән. Пәгады олтырып, yoğan dasты кірі атқан апам қақақлап күліп кетіп, орындын тұрып қешімгі келіп, мені чен құчағлап сөйіп тұрып. Vay canım balam, ufqunlarыңны Xudayım berdi, ondaq demə, yaman boludu. Әтөгін ikki ufqanның birisi sana qol, birisi sana put boludu. Qeyrindaşlar qancha ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi bo'ladi emasmi? Atan degan baqivanda emas, bizdan keyin qolsanglar, qeyrindaşlar bakrak asqatidi, keyin tushunasan degini hozirgacha esimda turibdi. Kechda dadam jangaldan qaytib kelganda, opam dadamga bu gapimni aytib berdi. Dadam kulib ketib, beshimni siylab turib, "Mening aqlli o'g'lim" deb erkiltib ketgan edi. Qo'shmaq inilarimning cho'ngi Hasanjon baxtga qarshi 6 oylik bo'lganda kasal sababi bilan tugab ketdi. Alloh uning yotgan yerini jannatga qilsin. Amin. Bu zamonlar Jallat Shingsayning oxirgi davrlari bo'lib, u qonxo'r başta hakimiyet beşiği çıqıviliş üçün Sovet İttifaqı bilan do'st bo'lish siyosatini yurgizib, Sharq Turkistonda xalqchil siyosatlarni ijro qilib, yerlik millatlarning madaniy, ma'rif, ishlab chiqarish ishlariga bir qadar ko'ngil bo'lgan ekan. Shu chaqlarda ayollarni ijtimoiy faoliyatlarga qatnashtirib, nurg'un ayollar opammo savad chiqarish maktablariga qatnashgan ekan. Hem şunun bilan billa yig'inlarga qatnashib, ayollarning huquqi haqida yangi fikrlarni anglabdi. Yoz vaqtlari ayollar bilan tizilib berib, eriq o'stan daryo bo'ylarida kollektiv daraxt tikib, ko'kartish ishlariga qatnashibdi. Guchungda Xitoylarning sho'tanglari bo'lib, keyincha Guchung Morilardan Urumchiga berib o'qigan bir qancha ilg'or fikrlik yoshlarning ijtihod qilishi ham yurt ichidagi muravvatlik baylarning qo'llashi bilan 1920-yillarning boshlarida Guchung naysida Gulshan nomi bilan yangi maktab qurilgan ekan. Uyg'urcha maktablar ochilib, bir qism yerlik o'quvchilar o'qish boshlaganda, opam garchi o'zi savodsiz bo'lsa-mo, Acham bilan akamni yangi maktabga berib, turli qiyinchilik, har xil ideya va besimlarga qaramay 2-3 sinflargacha o'qitib, savodini chiqarib olgan edi. Bo'libmi qizlarni maktabga berish cheklanayotgan zamonda opamning achamni maktabga berishi urug' tuqqan jamoat ichida jih talash tortishlarga sababchi bo'lgan ekan. Opamning balalarini yangi maktabga berib o'qitish qaroriga kelishining asosiy sababi mundaq ishdan kelib chiqqan ekan. Apam turmushliq bo'lib, dadasi Qasmaxon, singlisi Hamraxon, enisi To'xtaxullardan uzun zamonlar ayrilib, ularning hijron ko'yak dardida to'la yig'lab, ikki ko'zidan ayrilib qolay debdi. Urumchi degan so'z chiqishi bilanla dadasi enisini aslab, Isa deb yig'lab ketdi ekan. Hech bo'lmasa xat yozishib, aloqa qilishay desa, o'zi savodsiz bo'lg'achqa shunchalik odam bor ho'ylida faqatla G'ulam qari xat yoza oladi ekan. Uning bizda kambag'allar bilan nima kori? Әмді 30-chi Egambardining xotini Urumchidagi tuqqanlarga xat yozib ber, degilikmi? Yo'q, mumkin emas
deb opamning oxiri kichik xaltaga o'choqning azroq kuli, azroq qor kuyisi, bir qancha tal saman va bir qancha tal kaptarning qanot paylarini selvatqanligini bir kuni ko'rib qilib, "Appa, xaltaga bu narsalarni selib, nima qilganing?" desam, apam bir tartib. Bizning burun o'tgan ota-bobolarimiz nima degan aqlliq balam? Bu ima isharlik oddiy xat dedi. Men u yerda hech qanday xat yo'q-ku deb qayta so'radim. Apam, bu yerda rost xat yo'q. Balkim bu odat xat yoziq dunyoga kelishdan burun ota-bobolar ishlatgan bo'lsa kerak, balam. Bu samanlar sizlarni seg'inib, hasrat dardida samandak sarg'aydim. Sizlarni seg'inib, yig'lab, qor ko'yikka aylandim. Bu azroq kul sizlarning dardinglarda kuya kul bo'lib o'shdim. Bu qanotlar bo'lsa, amal qancha qush bo'lib yaratilgan bo'lsam, osmonga uchib chiqib, sizlarning qimmatlik didoringlarni ko'rgan bo'lardim. Biroq meni qush qilib yaratmabdi, amalim yo'q. Odam bo'lsammi, ojiz banda ekanman deginim balam. Deb oxirgi so'zlarini aran tushirganida uning ko'z chanoqlarida unchidak yaltirab turgan yoshlarni ko'rganimda yurak bag'rim par bo'lib, ichim serilib ketgani esimda. Shu sababdan akamni shu Gulshan maktabiga berdi. Apam maktabning ismini anglasa so'yinib ketadi. Pat akamlardan maktabdagi apandilarning ahvolini so'rab turadi. O chaqlarda Abdulla Yantoq, Abliz apandi qatorliq bir qancha o'qituvchilar bo'lib, ular ko'chingdagi Uyg'urlar ma'rifining taraqqiyotiga jiq ulishlar singdirgan ekan. Hatto xalqning kuchlik talabiga asosan To'xti Jambaz 1923 yildan 1930 yillargacha Gulshan maktabida tantarbiya darsi o'tgan. To'xti Jambaz Ko'chung milliy ma'rifidagi tunji tantarbiya muallimi hisoblanadi. Biroq Xitoylar ham Xitoylarning manfaatidan bahramand bo'layotgan bir qism mutaassib yerlik bag, ishon mollalar o'zlarining manfaatlarini saqlab qolish uchun yangidan bosh ko'tarib chiqayotgan yangi ma'rifga tish tirnoqi bilan qarshi turib, yangi maktab ham shu davrdagi yangi ma'rifning bayroqdorlari bo'lgan muallimlar ustidan fitna fasod tarqitib qilmagan askiliklari qolmagan ekan. Ular yangi maktab degan jadid ham darhila shaytonlarning uvusi. U yerda o'g'illarni yomon yo'lga boshlab, qizlarni buzuqchilik qilishga o'rgatadi. Xat o'rgangan qizlar xat yozishni o'rgangandan keyin yigitlarga yoshirin xat yozib, buzuqchilik yo'liga kirib ketadi. Kiygan chapinining yanchig'i to'la, bir puli yo'q, kalti quyruq apandilarning hammasi dindan azg'an murtatlar degan bo'xton, yolg'on yovdoqlar bilan yangi ma'rifning oldini to'sishga tirishadi. Apam mundaq so'zlarga hargiz parvo qilmay, ocham bilan akamni yaxshi o'qitishga tirishadi. U bir kuni ashu mutassiblarga la'nat o'qib, tövendiki vaqalarni so'zlab bergini esimda turibdi. Biz Turpanga qechib berib, sarson bo'lib yurgan kunlarimizda kishilar shu vaqtlardan 20 necha yillar burun bo'lib o'tgan bir voqeani so'zlaydi. Burun Turpan bozorda Qodir Mujang degan usta yog'ochchi bo'lgan ekan. U odatdagi harvlardan tortib, uylarning inchika jahozlarigacha har xil narsalarni nihoyat chiroyli yasaydi ekan. U bir yil yozda Urumchiga chiqib, Urumchida yangidan paydo bo'lgan velosiped ham tikish mashinasini ko'rib qilib, kallasida "Men shularni yasab boqaychi" degan yangicha o'y paydo bo'lib, Turpanga qaytibdi-da,
Әтсіден башлап, велосипед білән тикіш машинасыны ясашқы кірішіпті. 6 ай keç-gündüz demey nurgun qiyinchiliklarni yengib, oxiri tikish mashinasini ham velosipedni püttürüp, yaz kunlarining biri Turpan shahar ichi bozori qaynavatgan kunlarning birida yog'och velosipedini minib bozorga kiribdi. Qadir yog'ochchining g'alati bir narsani minib, bozorni aylanib yurganligini ko'rib, xaloyiq hang-tang bo'lib, mislsiz hayronlikqa cho'mibdi. Xaloyiq Qadir yog'ochchining hunariga tugumas opirillar o'qib, uni ko'k ko'tiribdi. U yasagan yog'och tikish mashinasining kiyim tikish ahvolini ko'rish uchun uning uyiga yuzlab odamlar kelibdi. Yig'nisidan boshqa yeri yog'och bo'lgan bu mashina kuniga odatdagi 10 odamning ishini qila oladi ekan. Shunga tikkuchilik bilan shug'ullanadigan 2-3 odam hatto Qadir yog'ochchiga o'zlariga mashina, ya'ni tikish mashinasini yasab berishni tapilab, buyurtmalar beribdi. Afsuski, mushundaq bir sharoitda Davanchingning sayoposida chiqadigan qor quyun Turpan osmonini qaplab, bichar Qadir yog'ochchining g'aribona uyiga dahshatlik soyisini tashlab, ko'ch-ko'yda dastilab, Qadir shayton, Qadir murtad, Qadir jadid degan so'zlar paydo bo'lib, uning yasagan velosipedini shaytonning shaytonchig'i deb atabdi. Uning yasagan mashinasini mo shaytonning ishi deb nom bergandan keyin, uning uyiga keladigan odamlarning mo oyog'i uzilib, odamlar hatto uning yaqinlari mo uning bilan salom soat qilishdan qochadigan bo'pti. Kunlarning birida yurtning ham boy, ham zo'migiri İbrahim Lozung uyiga yig'ilgan Savit Sopum, Ismat Mulla, Niyaz İnşallah bilan bosh qo'shib, Qadir yog'ochchining atalmish jinoyat qilmishlarini to'qib chiqishibdi. Bu jinoiy arz shikoyat atalmish jamoat nomidan yozilgan bo'lib, Shenjang daringa qartilgan ekan. Uning har bir so'zlaridan qon purab turibdi. Bu arznamada bu jinoyatchi kishilarni to'g'ri yo'ldan ozdirib, orqaga odam to'plab, hukumatga qarshi chiqmoqchi bo'lyotidi degandek bo'xtonlar yozilgan ekan. Mushundaq fursatlarni kutib turadigan Xitoylar o'zlarining dushmanning o'z go'shini o'z yig'ida qo'rish degan hilasiga asosan shikoyat qilg'uvchilardan arzni tafsili anglagandan keyin Shenjang darinning ko'zlari oliyib, uning xunik qalbidagi e'lon chayonlar harakatga kelib, qaranglar Mao Zedongni haliga bakmay, Yevropalıqlar qilgan ishni men qilaman deb qo'rqmay maydonga chiqqanini. Sening shu aqlli kallang o'z odamlaringning atqan tosh bo'ronlarida qizil milixdek yonchilib ketsin degan xiyolni o'tkazib, yenida kitob, qalamni tutib, Shenjang darinning buyrug'ini kutib turgan kotibiga qarab, beshini yengil ling'ishtirib, ima ishorat qildi. Darinning nim demoqchi bo'lganligini bilgan kotib hayol o'tmay Qadir yog'ochchining o'lim xatini tayyor qildi. Darin o'lim xatidagi Qadir yog'ochchining ismini qizil siyoda bo'yab, tamg'ini besib, İbrahim Lozungga tutqizibdi. Әтісі пешін намыздан кейін Qadir yog'ochchini uydan so'rab chiqib, yuziga qor surkab, qora eshakka ta'tir mindirib, bozorni bir aylandirib, bozordan yiroqroq bir maydonga opirib, oldi bilan Qadir yog'ochchi ham jamoat oldida uning yog'och velosipedini ham yog'och tikish mashinasini ko'ydirib bo'lgandan keyin uni chalma-kizak qilib o'ltirgan ekan. Shu chaqlarda Qadir yog'ochchi 30 yoshlar o'pcho'risida bo'lib, 4 sabiy bolasi, 26 yoshlar atrofidagi baxtsiz ayoli qon yig'lab qolgan ekan. Opam bu fojialik hikoyani pat-pat eslab so'zliginida ko'ngli bakmi yerim bo'ladi.
Açam akamlarni o'qitayotgan Abdulla Yantaq, Ablız әпәнделәрнең aman esenligidan andish qilib, Allohdan ularga amonlik tilab duo qiladi. Taza külkilik yeri apam pat-pat o'zining savadsizligiga qaramay, Açam bilan akam maktabdan qaytganda ularning bo'xchilaridan daftarlarini chiqarg'izib, akamning xotan qog'oziga qog'i putidek yozgan xatlarini tekshiradi. Açam dərsdə yaxşı bolğanlığı üçün onunğa undaq qılmaydı. Akam oyunçu, məktəb bilən xoş yox bolğanlığı üçün onun dəftərlərini təkşürüb sürüştü qıladı. Apam akamның bir bətki yazğan xətlərini tətir tutuvilib, hə dəb akamni zorlab oqu deydi. Akam o xətlərini astın üstün bo'lib ketganligi üçün injiqlab o'qiyolmaydi. Açam buni ko'rib, "Appa, daftarni ta'tir tutib olding. Aslida mandaq." deb opamning qo'lidagi qog'ozni to'g'rilaganda, opam Achamga, "Sen jim tur" deb qo'lidagi daftarni darhol to'g'rilib etib, akamga, "Haqini o'qi" deb bizga xijillik bilan qarab qo'yib, "Zada nim bo'lsin, balllarımni savatliq qilsam, men tartgan nadonlikning dardini ballarim tartmasa" deydi opam. Opamning deyishcha, Ablız әпәнdining tegi mo'riylik bo'lib, shu chog'larda 20 necha yosh. Egiz bo'y, qattiq qomatlik yigit ekan-tuq. U Urumchida o'qishlarini tugatgandan keyin o'ylanib, Guchimga xizmatga o'rinlashibdi ekan. Men Urumchi G'arbiy O'stang 2 markaziy maktab, Sobiq Shinjang institutida o'qiganimda, uning o'g'li Bari bilan ham maktabdosh, ham saboqdosh bo'lib yaqin o'tgan edim. 50-yillarning o'ttirlarida do'stim Barini uyga elib borsam, opam uni ko'rib, Ablız әпәнdining o'zi ekan deb bakli hayron qolgan edi. Keyin taqdirning rayimsiz bo'ronlari bizni aslida xohlamagan dunyoning bulung pushqoqlariga opirib tashladi. 90-yillarning o'ttirlarida Avstraliyadan G'ulja jili yuziga borgan bir yaqinimiz Bari Ablızni shu yerda uchirtib qilib, men to'g'riliq bak jiq so'zlashibdi. Uning oilasi, ballari bo'pti. Rəsmga tushib avatibdi. Uni ko'rib, xiyol qushlarim yiroqdagi so'yimlik vatanga parvoz qildi. Uning chiroyiga qarsam, yugurik yillarning menga qilgan sovg'inlarini uning chiroyidimi ko'rdim. Chashlariga oq kiribdi. Peshona yuzlarida cho'nqur-cho'nqur qo'riqlar paydo bo'pti. Qiyirliqdagi ko'z ojizligi bo'lsa kerak, u menga o'xshash ko'zoynak taqabdi. Onunğa şunda xat yazğım bolsunmu, lekin uning bexatarligini o'ylab xat yazmadim. Abdulla Yantaq әпәнди mo'riylik bo'lib, Ablız әпәndilar bilan billa muallimchilik qilgan azimatlardan edi. O'ttir bo'y, oq seriq kelgan, ko'zlarining rangi ko'kishga moyil, qing'roqdek qangshirba, ko'rinishidan turgun, aqlliq odam edi. Men bu kishini 50-yillarning boshlari O'stang bo'yidagi Hoji qarining ho'ylisini ijaraga elib o'ltirganimizda ko'rganim esimda. Ayolining ismi Salimxon bo'lib, uning tegimi mo'riylik edi. U Urumchida ayollar xizmatida ishlagan. Ularning Yodikor degan o'g'lining Sharq Turkiston universitetida ishlaganligini, uning 50-yillarda ishlangan Qasan ham Jamila kinosida Jamilaning rolini olgan Fariha ismli chiroyli qozoq qiziga o'ylanib, 2 balaliq bo'lganligini bilaman. Yuqoridagi Ablız әпәnди, Abdulla Yantaq әпәndilarning keyingi hayotlari haqida ortiq xabarim bo'lmadi. Keyin anglasam, bu so'yimlik әпәndilar vafot bo'pti. Allah ularning yotgan yerini jannat qilsin. Amin. Davomi bor.